Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan bo'yin o'mirtqasi osteoxondrozi va grejasining 5 ta klinik belgisini sanab o'taman. Agar sizda ham o'sha 5 ta klinik belgidan bittasi uchrasa, siz tezroq nevropatolog va kinezolog mutaxassisga uchrashingiz kerak bo'ladi. Birinchi klinik belgisi bu bo'yin sohasidagi og'riq. Bo'yin sohasidagi og'riq bir tarafda yoki markazda bo'ladi. Greja qaysi tarafga ko'proq yoki osteoxondroz qaysi tarafda ko'proq bo'lsa, o'sha sohada bo'yin mushaklari qotish holati kuzatiladi. Ko'proq telefonga qaraganda, kompyuterga qarab turganda bu holat sizga seziladi. Bemorlarda ko'proq shunaqa shikoyat bo'ladi. Uxlab turganda bo'yin sohasidagi qotishish yoki og'riq holati kuzatiladi. Bu belgini ko'plar sanchiq bilan bog'lab o'tib ketadi. Ikkinchi klinik belgi yelka va qo'llarga tushadigan og'riq hisoblanadi. Sizda xuddi belingizdagi greja kabi, greja siydalish nervni qisib qo'yganligi kabi, bo'yningizdagi greja ham qo'lingizga o'tadigan nervlarni siqib qo'yadi. Natijada qo'lda o'sha mushaklarida, qo'lga tushuvchi mushaklarda og'irlik hissi, qulay lokatsiyani topolmasligingiz, uxlaganingizda og'riq hissi paydo bo'ladi. Bunda deltasimon mushaklarni ishini chegaralab qo'yganligi bois qo'lda ko'tarishda chegaralanish, biron narsani ko'targaningizda og'irlik hissi paydo bo'ladi. Uchinchi klinik belgi qo'llarda o'shish va sanchiqning paydo bo'lishi. Bu holat bo'yin o'mirtqasida greja kattarganligidan dalolat beradi. Kattarib, nerv ildizlarini bosib, siqib qo'yganda qo'l barmoqlarida o'shish hissi, tortishish hissi paydo bo'ladi. To'rtinchi klinik belgi qo'l mushaklarining zaiflashib, kuchsizlanib qolishi. Bu holat ko'proq nerv ildizlarini bosganligi bois nerv o'sha mushaklarda innervatsiya qila olmasligi oqibatida kelib chiqadi. Qo'lni oldida, bilakni oldidagi 2 boshli mushak, orqadagi 3 boshli mushak, deltasimon mushaklarda harakat cheklanib, kurak sohadagi atrofidagi mushaklarda, rambovidniy mushaklarda tortishib qolib, qo'lda tepaga ko'tara olmasligingiz, biron narsani qattiq ushlab tura olmasligingiz, siqqaningizda ikkita qo'lda biron narsani qattiq siqib ushlaganingizda chapdan o'ngda ikki xil holat kuzatilishi mumkin. Bu o'sha bo'yin o'mirtqasi grejasining 4-belgisi hisoblanadi. 5-asosiy klinik belgilardan biri bosh aylanishi va bosh og'rig'i. Bu qanday bo'ladi? Bo'yin o'mirtqasida grejasida to'liq mushaklar qotganligi bois bo'yindan chiqadigan ikkita qon tomiri va tushadigan vena qon tomirlarida spazm yuzaga keladi. Spazm yuzaga kelish oqibatida miyada kravoobращение buziladi, qon aylanish buziladi. Bu holat ko'proq sosudistiniy ensefalopatiya MRT qildirganda shunaqa diagnoz kelib chiqadi. Asosiy muammo bo'yinda bo'lib qoladi. Bo'yin mushaklari doim tarangligi oshib, spazmda yurganda boshdagi og'riq qaysidir holatlarda yengillashadi. Spazm qo'yib yuborganda, siz xursand bo'lganingizda, bemalol bo'lgan holatda bo'yindagi spazmlar qo'yib yuborganda boshdagi og'riqlar ham qo'yib yuboradi. Bu asosiy klinik belgilardan biri hisoblanadi. Keyingilari bu quloqda shovqin, ko'z xiralash holati kuzatilishi mumkin. Umumiy tananing kuchsizlanishi, tez charchoq, bosh aylanishi, bironta ishni qilaman desangiz, butun tanada ko'proq charchoq holati kuzatiladi. Bu bo'yin o'mirtqasi grejasining asosiy klinik belgilaridan biri hisoblanadi. Agar sizda ham bu holatlar kuzatiladigan bo'lsa, bo'yin o'mirtqasini tezroq tekshirib, nevropatolog yoki kinezolog mutaxassisga uchrashingizni tavsiya qilaman. Men bilan tibbiy bilimlaringizni oshirishni istasangiz kanalga obuna bo'ling va like qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang.